Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlarni g'aybona yana bir bora ko'rib turganimdan nihoyatda xursandman. Oldimizda yetib kelayotgan 2026-yil muborak yangi yil bilan chin qalbimdan butun O'zbekiston xalqini, barcha viloyatlarni, qo'shni davlatdagi insonlarni yangi yil bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod qilaman. Bugungi temamiz nogiron, tug'ma nogiron insonlar haqida suhbatlashamiz, bemorlar haqida. Tug'ma nogironlar, nogironlik qachon bo'ladi? Ko'proq ona qornida shakllanayotgan paytida bosh miyada kista yoki o'simta yo qon quyilish natijasida tug'ilayotgan paytida travma olgan holatda tug'ma nogiron bolalar bo'ladi. Tug'ma nogiron bolalarni ham hamma sababi bosh miyada bo'ladi. Bosh miya bilan qiziqib, bosh miyasini emirtib qildirib lecheniya qilamiz. Bu tug'ma nogironlar ham sog'ayadi butunlay. Tug'ma nogiron o'zi nogiron bo'lmaydi uni. Sababchisi shu bosh miyada kista yo o'simta yo tug'ilayotgan paytida travma paydo bo'lganligi sababli qon quyilish, qon to'planib bir joyda qotib qolish natijasida bola nogiron bo'ladi. Bizga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Bolam 1 yoshda, 3 yoshda, 5 yoshda, 7 yoshda, 11 yoshda, 12 yosh, 15 yosh, hattoki 20-22 yoshda degan bemorlar ko'plab uchraydi. Shuncha paytdan buyon qayta davolatdik, jarrohlik yo'li ham qo'llatdik, qon qotib qolgan qonni operatsiya qilib oldirdik, bosh miyani kistasini oldirdik, bosh miyaga shurub qo'yilgan degan holatlar ko'plab uchraydi. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siruplari yordamida har qanday bosh miya bilan bog'liq bo'lgan kasallik turlariga shifosi bor tabiiy giyohlarimiz, siruplarimiz yordamida deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib lecheniya olib sog'ayishlari mumkin. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, bosh miyaga shurub qo'yishga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. 7 yosh, 9 yosh, 11 yosh bolalar ham hattoki man ximiya oldik, nur oldik degan ota-onalar keladi bolalari bilan. Yoshgina holatlarda. Endi Allohning qudrati ila dard bergan egam darmonini ham o'zi berib qo'yibdi. Shu tabiiy giyohlar, siruplar yordamida bemalol bosh miyadagi tromb bo'ladimi, qotib qolgan qon bo'ladimi, kista bo'ladimi, o'simta bo'ladimi, shifosi bor. Har qanday nogironga shifosi bor. Faqatgina yaqinlari e'tibor qilib lecheniya olsalar kifoya. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Kelgusi efirlargacha deb qolaman. Yana bir bora kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bayramingiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Layklaringizni bosaveringlar. Yuqorgi efirlarda aytib o'tgandek, bitta laykingiz bilan bitta bemor sog'ayadigan bo'lsa, Allohning qudrati ila muborak Allohning uyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Shuning uchun layklaringizni bosaveringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yangi yilda bemorlarimiz sog'ayib, hech ham bemor bo'lmasin.